Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Azizlar, mehribon Alloh inoyati bilan tahajjudga turganlardan Alloh rozi bo'lsin. Biz mana inshaalloh Madina Munavvarada Masjidul Umar ibn Hattob roziyallohu anhu masjidlari ekan, mana shu qibla tomonidan G'ammoma masjidni, ya'ni Madina Munavvarani Masjid Nabaviyda shu G'ammoma masjidni o'ng tomonrog'ida maşallah Umar ibn Hattob masjidlari saqlab qolingan. Maşallah. Mana bu joylar mana masjidi saqlab qolingan. Allohim bu zotlardan o'zi rozi bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo barcha sahobalardan Alloh rozi bo'lib, Allohning rahmati ularga bo'lsin. Mana shu eshigiga kirishi. Bu mehmonxonalarda, atroflarida mehmonxonalar bor, buni shunday saqlab qolishgan. Umar roziyallohu anhu masjidlari ekan. Allohu akbar. Alloh rozi bo'lsin. Bu masjid saqlashyapti. Robbil alamin barchalarning xizmatlaridan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana shu masjid bo'ladi.